Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa Zera Max firmamizga tegishli lazer apparatlarimiz kelgan. Xo'p akalar, buni ichidan nimalar chiqadi hamda akalar ishlash holatlarini bitta tekshirib o'tib ketamiz. Videomizni boshlaydigan bo'lsak, akalar, buni lazer apparatimizni mana o'zini bitta ishlatib ko'raman, xudo xolasa mana. Bismillah. Mana ishlashlari ham juda ham zo'r akalar. Mana bu yerda bitta bossalang akalar tepasiga o'tadi. Bitta bossalang pastga ham yonadi akalar va yonidan o'tadi akalar mana. Mana 1 2 3 orqasi mana akalar mana. Tepasida ham bor akalar. Xo'p akalar, buni o'chiramiz. Buni akalar akkumulyator zaryadlagichlari bor va akkumulyator zaryadlagichi ham akalar mana Type C dan quvvatlanadi. Mana ikkita bo'ladi akalar. Bitta bunisi hamda bitta mana bu o'zida akkumulyatorlari bor. Bundan tashqari akalar tagidagi noshka, ya'ni oyoqlari temirdan bo'ladi akalar mana. Xo'p, bu uncha-muncha narsaga sinib ketavermaydi. Nimaga desalar, o'sha temirdan yasattirib kelingan. Xo'p, zavodga kelingan. Xo'p akalar, bundan tashqari mana bunaqangi narsalargacha bor. Keyin akalar devorga yoki bo'lmasam patologga qotirgani mana bunaqangi o'zining uskunachalari bor. Xo'p akalar, bundan tashqari zaryadnilari chiqadi hamda mana bunaqangi pultlari, dajma orqasida skaner kodlarigacha bor akalar. Bu degani toza original narsa degani. Mana o'zining temirchalari chiqadi. Xo'p akalar, buni narxi kelyapti degan bo'lsa, atiga 550 ming so'm qilib beryapmiz. 12 o'lat dastavka xizmatlarimiz bor. Manzilimiz Qo'qon Yangi bozor. Videomiz yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Bundan da qiziqarliroq videomizni faqat bizning profilga kirib ko'rib olishingiz mumkin akalar.